Nimaga ko'p erkaklarga o'zini ayoli chiroyli ko'rinmaydi? Ayolni yoqtirmaydi. Ayolni ko'rsa ko'zi quvonmaydi. Bir olim kishidan bir yigit borib shu savolni berib, uylanishimdan oldin ayolim ko'zimga juda chiroyli ko'rinardi. Uylanish payti kelib, endi to'yimiz arafasida undan chiroyliroqlari borligi ko'rindi ko'zimga. Uylandim, uylanganimdan keyin ayolimdan anchagina chiroylilar va yaxshilar ko'pligini ko'rdim. Endi yana vaqt o'tgandan keyin hamma ayollar meni ko'zimga ayolimdan chiroyliroq ko'rinadigan bo'ldi. Nima bu, sababi nima deb so'rabdi. Hakim kishi javob berib, bu yerda muammo ayolingda emas, bu yerda muammo senda. Aytibdiki, agar debdi, ko'chadagi itlar ham debdi, kerak bo'lsa, ayolingdan seni ko'zingga chiroyliroq ko'rinadi deb. Odam so'rabdi, haligi yigit, nimaga bunaqa deyapsiz siz? Sen Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsadan ko'zingni tiymas ekansan. Alloh halol qilgan narsa senga chiroyli ko'rinadimi? Modomiki senda ta'ma qiluvchi, to'ymaydigan qalbing bo'lsa va Alloh harom qilgan narsalarga qarashdan toymaydigan ko'zing